Aybdorlik hissi u sizni jazolaydimi yoki o'zgartiradimi? Aybdorlik hissi inson qalbidagi eng murakkab tuyg'ulardan biri. U ba'zan ichimizda sokin ovoz bo'lib, sen noto'g'ri qilding deydi. Ba'zan esa juda og'ir yuk bo'lib, insonni ichidan ezadi. Ko'pchilik aybdorlikni bitta narsa deb o'ylaydi, jazolanish hissi. Lekin aslida aybdorlik ikki xil yo'lga olib borishi mumkin. Yoki u sizni ichingizdan sindiradi, yoki sizni ongli o'sishga olib chiqadi. Farq aybdorlikning o'zida emas, unga qanday munosabat bildirishimizda. Aybdorlik bu signal. Aybdorlik aslida dushman emas, u ichki signal. Bu yerda nimadir muhim narsa buzildi. Masalan, kimnidir xafa qilib qo'ydingiz, o'zingizga qarshi qaror qabul qildingiz, chegarangizni buzib qo'ydingiz yoki o'zingizni inkor qildingiz. Shunda ichingizda noqulaylik paydo bo'ladi. Bu noqulaylik sizni jazolanish uchun emas, u sizni to'xtatish va o'ylashga majbur qilish uchun keladi. Sog'lom aybdorlik va zaharli aybdorlikning farqi. Sog'lom aybdorlik men xato qildim, uni tuzatishim mumkin, harakatga undaydi, mas'uliyatni oshiradi, o'sishga olib keladi. Zaharli, nosog'lom aybdorlik men yomon odamman, o'zini ayblashga aylanish, ichki qiynalish, o'zini jazolash. Farq juda muhim. Sog'lom aybdorlik harakat qiladi, zaharli aybdorlik insonni to'xtatadi. Aybdorlik qachon sizni jazolay boshlaydi? Aybdorlik noto'g'ri boshqarilsa, ichki tanqidchiga aylanadi, o'zingizni yomon ko'rishga olib keladi, doimiy men aybdorman hissini yaratadi, o'tmishda ushlab turadi. Bunday holatda inson kechira olmaydi, o'zini oqlay olmaydi, oldinga o'ta olmaydi. Shunda aybdorlik jazoga o'xshab qoladi. Lekin bu uning asl vazifasi emas. Aybdorlik aslida nimani xohlaydi? Har bir aybdorlik hissining tubida bitta ehtiyoj yotadi: tuzatish, kechirish, o'sish, mas'uliyat, ichki muvozanat. Ya'ni aybdorlik sizni sindirish uchun emas, balki o'zingizni to'g'rilab ol degan chaqiriq. Eng katta xato o'zini jazolash. Ko'p odamlar aybdorlikdan qochmaydi, aksincha o'zini qiynaydi, o'zini ayblaydi, o'zini jazolaydi. Lekin hayot qonuni shunday, o'zingizni jazolash muammoni hal qilmaydi, u faqat ichki og'riqni cho'zadi. Aybdorlik hissi o'zgaruvchi kuchga aylantirish yo'li. Savol juda muhim. Men nimani o'zgartira olaman? Masalan, agar kimdir xafa qilgan bo'lsangiz, kimnidir uzr so'rash, agar xato qilgan bo'lsangiz, tuzatish, agar chegarani buzgan bo'lsangiz, qayta belgilash, agar o'zingizga qarshi yashagan bo'lsangiz, o'zingizni tanlash. Shunda aybdorlik yuk emas, yo'l ko'rsatkichi bo'ladi. Eng muhim tushuncha, aybdorlik sizni yomon odam ekaningizni isbotlamaydi. U faqat shuni bildiradi: siz uchun muhim bo'lgan qadriyat buzilgan. Agar sizda aybdorlik hissi bo'lsa, demak sizda vijdon bor, qadriyat bor, sezgirlik bor. Bu yomon emas, bu insoniylik. Aybdorlik sizni jazolash uchun emas, sizni uyg'otish uchun keladi. Agar siz uni o'zini tanqid qilishga aylantirsangiz, u sizni ezadi. Agar uni tushunishga aylantirsangiz, u sizni o'zgartiradi. Farq aybdorlik emas, uni qanday eshitishingiz.